Rezil o'g'ri. Og'rib ketdi. Sen meni zangli qilyapsan. Ular bunda qilib yursa o'g'rini tutolmaydi. Ama sen-chi? Men izlab boqaychi. Topamadim-ku. Nasriddin aka, amal topdingmi? Yo'qdi. Ümidsizlanmanglar, amal cho'qim tepiladi. O'g'rini tutolmasak, hammamiz mushundaq ansiz yurimiz. Shundaq, bu bir masala bo'lib qoldi. Taqay, yura. Amal topdingmi? Yo'q, men bozorga berib qarab boqay. Izlab boqaychi. Amal tepildi. Qo'g'on sotaman, qo'g'on, Fazibatning qo'g'oni. Tatli ham shirin ko'kcha navbatda qo'g'on. Kelinglar, qo'g'on sotaman. Bo'yli qislat bo'lib. Bu akamizni toza qo'yamidimi bu? Mening ismim Samat. Bu yakkagili uzun bo'lmadi. Ko'proq yordam qilasizlar, Xapoman Samat aka, bu taqayni boshqarmoq bahagan sir taslishyapti. Shapaqning qaraydi chaqliq. Sen menga qaysi yemeklik orqali 3 xil narsaning qo'zg'in to'yg'izg'ili bo'ladiganligini deb bera olasan, men sendan bir tiyinmi olmayman. Qo'g'inni to'yg'ichi yeysan. Bu dal siz sotayotgan qo'g'in emasmi? Birinchi, qo'g'inning etini odam yeydi. Ikkinchi, qo'g'inning shapig'ini eshak yeydi. Uchinchi, qo'g'inning urug'ini to'qo yeydi. Haqiqatan aqlli ekansan. Men sana hozirlik to'g'im beray. Boshimga rasli aqlli ekan. Ha, mana qo'g'on. Nasriddin aka! Qo'y-qo'ycha! Qaltis. Nima degan chaqqan qo'l bu? Bu qanchalik ishki. Nasriddin aka, olim o'g'rini tutadigan yaxshi chora tepibdi. Tezgina, qanday qamal? Digina. İlanı uvusadan chiqarish, olim o'z uyidagi go'harni daraxtni kameraga tiqib qo'yib, heliqi o'g'irni torga tushirmoqchi. Bu amal bilan o'g'irni uvusidan chiqarib bo'lmasmikan xislatlik bola. Men yana sendan zo'r umid kutaman. Xotirjam bo'ling Samat aka, men sizni hargiz umidsizlantirmayman. Mana qarab boqay. Bo'ldimi? O'g'ir kelay deb qoldi. Mana hozirli bo'ladi. O'g'ir kelay deb qoldi. O'g'ri ekanmaydi. Nimishqa? Tanishmanglar, birisi keldi. Tez desa. Jim. Voy hocam, bu neymiş endi? Men gunohkor, men xira qilay. Yılanni uvusidan chiqaramiz deb o'ylamagan natijaga erishib qoldik. Nadim paydo bo'lib qoldi, voy hocam. Men o'g'ri emas. Sizlar o'g'ri bo'lmasizlar, nimada daraxtning kameridan go'harni qo'laylar. Men seni go'har ko'mib qo'yganligingdan olib chiqimni azaytib olay degan. Mayli, uni arzu qilamiz. Yaxshi bolalarim, men har bir go'harni olmadim-ku. Har qanday ish bo'lsin, maslahat bilan qilsak qanday bo'ladi. Maslahatlashaylik. Buningmi amal yo'q emas. Nasriddin, meni qutqizib qol. Faqat haqiqiy o'g'irni tepib chiqsak, andin. Nasriddin, mening butun yuz obro'yim sana bog'liq bo'lib qoldi. Bayxo'jam, o'ncha o'la qizg'in bo'lib ketmisizlar. Amisi biz bir maydon o'yin o'ynaylik. O'yin? Bayxo'jam, o'tinib qolay, menga pul berib tursizlar. Bayxo'jam, azroq iltifot qilsizlar, menga rostl jiddiy pul lozim edi. Men boygarchi sexiy bo'lsam-mo, ammo mening prinsipim bor. Yanga, buni qarab baqsizlar. Men yana boshqa yerga berib qarab boq. Pul berib tursam-mu, sana berib turmayman. Bildingmi? Bayxo'jam, men sizga yillikcha bo'lib ishlab beray bo'lamdi.
Bo'lmaydi. O'tab bu yoqqa. Qo'g'ininglar, qo'g'in. Voyjon. Nasrdan, bir nima bo'lgansa? Nasrdan bekli o'qishtiribdi. Ha? Nasrdan. Boya seni ishtirayotgan yiliq semiz odam Boyxo'jam shumi? Shundaq, dal shu Temir Xo'roz boy menga pul berib turmidi. Kechda uni piyini qandoq judamankin taza. Men hech nima demadim, jamo. Hech nima demadim, ha. Peyni jo'sh. Tushundim. Xotin, yaqindan buyon jahon tinch emas. Pulga yarag'dek narsani tiqib qo'ysak yaxshimikin? 3 qatim sanab bo'ldim, hammasi buning ichida. Beriversilar. Yaxshi, hozirlab boray. To'xtasizlar. Yo'lda cho'qim ehtiyot qilsizlar. Xotirjam bo'l, xotin. Men bor. Mushak bo'lgan. Mushak qo'yay. Voyjon! Samat aka, men sizni ümidsizlantirib qo'ymayman degan-ku. Sen qiltaq quribsan. Nasrdandan ko'rsatgan aqli men boyning ajoyib o'rinlishim bo'lmagan bo'lsa, bu o'g'rining atti bashirsi oshkorlanmagan bo'ladi. Nasrdan sağ ko'p rahmat. Uni o'z qo'lim bilan adablab qo'yay. Endi men berib, bir uxlab olay.